لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda Muzdalifa vodiysida bajariladigan amallar va unga oid ba'zi bir fiqhiy masalalar haqida suhbatlashamiz. Demak, biz Arafa kuni quyosh botgandan keyin Arafot vodiysidan Muzdalifa vodiysiga ko'chamiz endi. Muzdalifa vodiysiga borganimizdan keyin u joyda birinchi bajariladigan amallarimiz xuftonni vaqti kirgandan keyin shom bilan xuftonni jamlab o'qishlik. Albatta xuftonni vaqti kirgandan keyin o'qishimiz kerak. Demak, xuftonni vaqti kirgandan keyin biz shom bilan xuftonni jamlab o'qirkanmiz. U kimlardir shoshilib, u shomni vaqti kech bo'lib ketyapti deb o'zi o'qib oladigan bo'lsa ham, hali shomni vaqti kirdi-yu, hali xuftonni vaqti kirgani yo'q. Shomni vaqtida shomni o'qib oladigan bo'lsa ham, u shu xuftonni vaqti kirgandan keyin boshqatdan o'qiydi deydi. Nima uchun desa, chunki Muzdalifaga borgandan keyin shomni vaqti u boshlanishi xuftonni vaqti kirgandan keyin boshlanadi deydi. Ungacha, demak, xuftonni vaqti kirmagungacha biz shomni o'qiydigan bo'lsak, shomni vaqti kirmasdan turib o'qib qo'ygan hisoblanamiz. Mana shu kuni shomni vaqti xuftonni vaqtida kiradi endi. Demak, u shom bilan xuftonni qo'shib o'qish qonun qoidalari qanday deyiladigan bo'lsa, xuftonni vaqti kirgandan keyin azon aytilinadi. Azon aytib, demak, shomga takbir aytilinadi endi. Shomga takbir aytib, shomni 3 rakat farzi o'qilinadi. Shomni 3 rakat farzi o'qilgandan keyin endi 2 rakat sunnatini o'qimaymizda, endi xufton namozi o'qilinadi. Xufton namoziga takbir aytish shart emas deydilar. Nima uchun desa, chunki xufton namozining vaqti kirib bo'ldi o'zi. U namozi vaqti kirib bo'ldi, uni alohida bildirish shart emas. Biz Arafot vodiysida asrdan oldin yoki alohida takbir aytardik. Nima uchun? Chunki asrning vaqti hali kirmagan edi, odamlarga uni bildirish maqsadi. Ya'ni biz takbir aytishimizdan odamlar biladiki, ha, demak, yangitdan boshqa bir namoz boshlanyapti. Demak, asr o'qiyapmiz ekanda degan odamlarga ogohlik maqsadida shunday qilgan edik. Endi bu joyda xuftonni vaqtini o'zi kirib bo'lganligi uchun u aslo uni bildirishlikka hojati yo'q. Bitta takbir bilan ham shomni, ham xuftonni o'qiymiz endi. Xuftonni farzini o'qib bo'lganimizdan keyin shomni 2 rakat sunnati o'qilinadi va shomni sunnatidan keyin xuftonni sunnati o'qiladi. Xuftonni sunnatidan keyin endi vitr namozini, 3 rakat vitr namozini o'qiymiz. Mana shunday holatda, demak, ikkita namozni jamlab o'qiladi. Bu Muzdalifada shu ikkita namozni jamlab o'qish vojib bu. Bu Arafotda ikkita namozni jamlab o'qish sunnat bo'ladigan bo'lsa, bu Muzdalifada ikkita namozni jamlab o'qish vojib hisoblanadi. Endi bu joyda yana bir masala bor. Buni jamoat bo'lib jamlasangiz ham mayli. Agar mabodo jamoatdan kech qoldingiz, o'zingiz yolg'iz holatda bu ikkita namozni jamlab o'qisangiz ham bo'laveradi. Bu joyda jamoat shart qilinmagan. Arafotda endi u sharoitdan kelib chiqib, yo agar xaymalar bir-biriga yaqin bo'ladigan bo'lsa, u bitta imomga iqtido qilib o'qish mumkin yoki bo'linib har bir jamoani o'zini katta imomlari ularga, ya'ni shu namozlarni o'qib berishlari mumkin bo'ladi. Demak, Muzdalifada shu namozlarni jamlab o'qib olganimizdan keyin endi u joylardagi fursatlardan yana foydalanib, ya'ni zikr tasbihlar, labbaykallohumma, boshqa nafil namozlar, qazo namozlarini bemalol o'qishimiz mumkin. Chunki xuftonni o'qib oldik, u ertalabgacha vaqt bemalol zikr tasbihlar bilan foydalanishimiz mumkin. Agar charchagan bo'lsak, dam olishimiz mumkin. Shu joyda kechasini o'tkazish o'zi, shu Muzdalifada tunash o'zi sunnat deyiladi. Shu joyda qolsak, demak, bitta sunnat amalni ham bajargan bo'lamiz. Endi tosh olish masalasi ham bor. Endi biz ertasi kuni, hayit kuni tosh otishni boshlaymiz. Demak, toshlarni shu Muzdalifadan terib olishlikni ulamolarimiz mustahab amal deydilar. Demak, o'zi biz 49 ta tosh otamizmi? Tosh otish kunlarida 49 ta tosh otamizmi? Bu joydan bir 49 tadan ko'proq, ya'ni bir 60 ta atroflarda tosh oladigan bo'lsak, ya'ni zaxirasi bilan, ortig'i bilan tosh olgan bo'lamiz. Mabodo shaytonga tosh otib turgan paytimizda ham qo'limizdan tushib ketib qoladigan bo'lsa, u navbatdagi toshimizdan foydalanishlik uchun, demak, u 49 tadan ortiqroq tosh olishimiz kerak. Endi toshlarni qanday tosh olinadi desa, miqdori qanaqa bo'ladi deyilsa, ulamolar aytadilarki, shu noxotdan sal kattaroq bo'lsin, yong'oqdan kichkinaroq bo'lsin deydilar.
hali juda ham katta tosh, yong'oqchalik yoki undan kattaroq toshlar bo'ladigan bo'lsa, ular makruh bo'ladi deydilar. Shuning uchun nohotdan sal kattaroq tosh bo'lsa bo'ladi. Endi bitta toshni olib, uni maydalab toshni ko'paytirsa, ulamolar buni makruh deydilar. Shuning uchun u Muzdalifa hududida toshlar juda ko'p, toshlarni ham pokiza joylardan olinadi. Shu toshlarni yig'ib, ya'ni tayyorlab qo'yamiz. Mana shu toshni terish masalasi borasida yana bir fiqhiy masala. Kimlardir toshni, misol uchun o'zimizni O'zbekistondan olib kelgan bo'lishi mumkin yoki boshqa joylardan yig'ib qo'ygan bo'lishi mumkin. U unday qilsa ham bo'laveradi. Uni alohida tashab, yangitdan tosh olishga hojati yo'q. Endi tosh olmagan bo'lsa, tosh yo'q bo'lsa, shu Muzdalifadan toshlarni tersa, demak bu nur ustiga nur bo'ladi, mustahab amalni bajargan bo'ladi. Azizlar, Muzdalifa vodiysida turishlik vojib ekanligini hammamiz bilamiz. U vojib vaqti qayer deyiladigan bo'lsa, ya'ni hayit kunini subuh sodig'i kirgandan boshlab, ya'ni bomdod namozining vaqti kirgandan boshlab shu quyosh chiqqungacha, shu muddat orasida 1 daqiqa turadigan bo'lsak-da, bizdan nima? Ya'ni turish vojibligini soqit qilgan bo'lamiz, uni ado qilgan bo'lamiz. Agar biz qodir bo'la turib, mana shu oralig'ida agar turmaydigan bo'lsak, qo'y so'yish lozim bo'lib qoladi. Bir vojibni bajarmaganligimiz uchun qo'y so'yish lozim bo'ladi. Lekin mana shu joyda bir fatvo bor. Bu fatvolar bundan 500 yil, 600 yil oldin yozilgan fatvolar. Hozirgi kunda esa Muzdalifada oldingi paytlardan qaraganda, ya'ni bu fatvolarni 500 yil, 600 yil oldin yozilgan dedik. Hozirgi kundagi odamlar bu 10 barobar, 20 barobar ko'p. Demak, biz mana shu kitoblarimizdagi fatvoga amal qiladigan bo'lsak, hozir bundan 500 yil oldin ulamolar amal qilgan ekanlarmi? Hozir amal qilsak, u hech qanday shariatni biron bir joyini buzgan bo'lmaymiz, shariatimizga albatta amal qilgan bo'lamiz. Bu borada Hidoya-i Sharif va Lubob kitoblarimizda keltirilgan matnlar bor. Shularni siz azizlarga, ya'ni o'qib eshittirmoqchimiz. Walau tarakal wuqufa biha fadafa'a laylan fa alayhi damun. Agar Muzdalifada turishni tark qilib turmasdan, agar u joydan shu Arafa kunini bomdodning vaqtidan oldin ketib qoladigan bo'lsa, uni zimmasiga qo'y so'yish lozim bo'ladi, deyaptilar. Illa degan joy bor qarang matnda. Illa iza kana li'uzrin bi an yakuna bihi da'fun. Lekin bir kishida zaiflik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uzri bor, uzri nima desa, zaiflik bor unda, ya'ni qarilik sababli. Aw illatun yoki bemorlik bor unda. Aw kanat imra'atan takhafu zihama yoki ayol kishi bo'lib, unaqa tiqilinchlarda boshqa erkaklarga tegib ketib qolish holatlari, shunaqa tiqilinchlarda qolib ketish holatlari bo'ladigan bo'lsa, demak mana shu ayollar ham istisno qilinyapti. Fala shay'a alayhi. Mana shu yuqorida sanalgan qariyalar va bemorlar va ayollarga hech narsa lozim bo'lmaydi deb keltiryaptilar. Kaza fil Hidoya va Lubab. Demak, mana shu Hidoya va Lubob kitoblarimizda ham bu kitob masalalar, ya'ni batafsil keltirilgan. Azizlar, mana shunday fatvolar bor ekan. Mana shu fatvolardan kelib chiqib, bizni rahbariyatimiz tomonidan, muftiyot tomonidan bir ajoyib bir odatimiz bor. U odat qanday deyiladigan bo'lsa, birinchi Arafotdan hamma ayollarni olib kelamiz Muzdalifaga. Hamma ayollarni Muzdalifaga olib kelinadi. Bemorlar, qariyalar ham ulardan keyin keladilarda. Demak, bularni hammalarini Muzdalifaga toshib olganimizdan keyin erkaklar, hali yosh, navqiron erkaklar keyin alohida ayollardan keyin Muzdalifaga olib kelinadi. U erkaklarni hammasini toshib bo'lganimizdan keyin o'z-o'zidan demak hamma bu Muzdalifaga yig'ildi. Endi biz ayollarni mana shu fatvoga muvofiq ayollar, qariyalar, bemorlarni toshishni boshlaymiz. Unda o'zi u kechasini yarmidan o'tib qolgan bo'ladi yoki yarmiga yetgan bo'ladi. Ungacha ayollar ibodatlarini-yu, boshqa zikr tasbehlarni-yu, hamma duoyi tazarrurlarni qilib olgan bo'ladilar. Mana shu fatvoga muvofiq, Hanafiy mazhabimizga muvofiq holatda ularni olib chiqib ketamiz. Keyin bomdodning vaqti kirgungacha o'z-o'zidan o'zi ayollar tugab qoladi. Erkaklarimiz 1 daqiqa bo'lsa ham turib, demak ular ham ketishni inshaalloh boshlaydilar. Mana shu asosiy duolar ijobat bo'ladigan payt ham Muzdalifada shu subhi sodiq kirgandan boshlab shu quyosh botgungacha ham duolar qattiq ijobat deyiladi. Albatta mana shu joylardagi duolardan ham g'animat bilib qattiq duo qilib olish kerak. Endi oldinroq ketadigan ayollarimiz o'zlari shu Muzdalifada turgan paytlarda qattiq, ya'ni zoriy tazarru bilan yig'lab Alloh taolodan, ya'ni duo qiladilar. Inshaalloh mana shu joylardagi har bir vaqtlarimizda ham qattiq qadriga yetishimiz kerak bo'ladi. Azizlar, bu joyda bir masala bor.
Ya'ni biz Arafot vodiysiga bordik. U borishimizning sababi ham o'zi u joyda Odam alayhissalom bilan momo Havo onamiz u joyda jamlab bir-birlarini tanib u joyda ya'ni ko'rishganlar. Keyin ular Muzdalifaga kelib shu joyda tunashgan deydi ba'zi bir kitoblarimizda. Demak, mana bu ularni qilgan ishlarini ham qilyapmiz. Qolaversa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga haj qilish qonun qoidalarini mana shunday shaklda o'rgatib berganlar. Birinchi Minoga borib, Minodan keyin Arafotga borib, Arafotdan keyin demak Muzdalifaga kelib, Muzdalifadan keyin qaytib yana Minoga qaytganlar. Mana shunday uslubda demak bizni hajlarimizni davom ettiramiz. Azizlar, Muzdalifada turar ekanmiz. Muzdalifa shunaqa joyki, o'zi hududi kichkina joy. Lekin bir paytni o'zida, mana yuqorida aytdik, u joyda turish sunnat, vojib dedik. Bir paytni o'zida butun dunyodan kelgan hojilar kichkina hududga yig'iladi. Tabiiyki u joyda tiqilinch juda katta darajada tiqilinch bo'ladi. U joyda avtobuslarning yurishlarida ham ba'zan shunaqa tirbandliklar bo'lishi tabiiy bu. Shunday ekan, ba'zan avtobuslarni kutib qolish holatlari bo'ladi yoki u joylardagi issiqlar ham o'ziga yarasha bo'ladi. U joyda qandaydir, masalan, Mino yoki Arafotga o'xshab, u siz bir xaymalar, palatkalarning ichida bo'lmaysiz. Ochiqlik, ochiq osmonda bo'ladi. Ya'ni tagimizda bir palos yoki gilam bo'lsa bo'ladi, boshqa narsa bo'lmaydi. Demak, albatta zontiklar kerak bo'ladigan joy u. Haqiqiy sabrni qalqon qilib ushlaydigan joy shu joyda bo'ladi endi. U mana shu mashaqqatlar bilan inshaalloh bizning hajimiz haqiqiy haj bo'ladi. Shu mashaqqatlarga agar sabr qilsak, noshukrlik qilmasak, shu joyda zikr tasbehlar, duolar bilan u joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday turganliklarini his qilib, mana shunday Rasululloh ham mashaqqat bo'lgan, mana bizni tagimizda palos gilam bo'lsa, ular haqiqiy toshlarda o'tirganlar, shag'alda o'tirgan deb biz his qilib, shunaqa u joyda turib beradigan bo'lsak inshaalloh va navbat bilan qaysi guruh yurt deyiladigan bo'lsa, shular navbat bilan og'ir bosiq bilan birovga qattiq gapirib qo'ymasdan, u charchoq bo'ladi u joyda, issiq bo'ladi, qandaydir o'ziga yarasha bir noqulay holatlarda birovga qattiq gapirib yormasligimiz kerak. Bizni ya'ni Alloh taolo sinovdan o'tkazayotgan holatlar bo'ladi u. Ya'ni ana shu joylarda sabr qilib, ya'ni bardosh berib turib beradigan bo'lsak inshaalloh bizni haqiqiy hajimiz haji mabrurlardan bo'ladi inshaalloh. Azizlar, yana bir narsaga e'tiboringlarni qaratmoqchiman. Mana yuqorida aytganimizdek, bu haj amallari mana shu narsalardan iborat. Bir joyda, misol uchun, masjidda namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, siz bir Allohu akbar deb namozga quloq qoqib, bir joyda o'tirib ibodat qiladigan bo'lsangiz, bu namoz shunday. Lekin haj ibodati shundayki, u shu yurishdan iborat. Bir joyga borasiz, ko'pchiliklashib, mana Minoga boryapmiz, Minodan Arafotga boryapmiz, Arafotdan Muzdalifaga boryapmiz, Muzdalifadan yana Minoga kelib. Mana shu yurishlarimiz o'zi haj ibodati shu. Kimlardir aytishi mumkin, u nimaga bir joyda o'tirib bir ibodat qilsak bo'lmaydimi? Nimaga bir joydan ikkinchi joyga ko'chaveramiz degan bir savollar bo'lishi mumkin. Demak, bu savollar o'rinsiz savol. Chunki haj amalini o'zi shu. Haj amalda bir joydan ikkinchi joyga ko'chasiz, mashaqqat qilasiz, qiynalasiz. Mana shu joylarda, mana hajida Arafotda turishlik farz, Muzdalifada turishlik vojib. Shu joylarni farzni bajaryapmiz, vojibini bajaryapmiz, sunnatni bajaryapmiz. Mana shunday holatda demak amallar bajariladi. Alloh taolo mana shunday biz joydagi duolarimizni ijobat aylasin, u joydagi turishlarimizni Alloh qabul qilsin. Azizlar, Muzdalifa va unga oid fiqhiy masalalar haqida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan masalalarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.